Avvalambor assalomu alaykum YouTube ishqibozlar, chorva ishqibozlari, kimga drabilka zarur bo'lsa, Bekzod akamizda Farg'ona viloyati Kaminat bozoridamiz. Aka, bu drabilkalar narx-navolarini, nima funksiyalarini o'zingiz bir qator tushuntirib berasiz. Bu drabilkamiz 2,5 million kami bor. 2,5 million so'm kami bor ekan. Qalin metalga pichoqlar terilgan. 12 kilolik. Nechta pichog'i bor aka buni? Bunda 20 ta pichog'i bor. Ha. Boltalari bilan hisoblaganda 20 ta. Biz motorimiz 6,5 kilovat, 3,5 ming оборот beradi. 6,5 kilovat, 3,5 ming оборот, ha. Endi bulariga Alyumin motor, bu ham 6,5 kilovat. bu alyumin motor, ha? Bu ham 3 ming оборот beradi. Ha. Bunda ham xuddi shu komplet dastalari bor. Buni narxi qancha aka? Buni 2,3 ming kami bor. Dastavkalari qana bo'ladi? Dastavkalari hozircha kelishiladi. Ha. Bizda yurtimiz kelishamiz. Ha. Manzil o'zlaringni ishlab chiqaradigan zavodlaring qayerda? Bizning manzilimiz Yozyovon tumani, Qorasoqol mahallasi. Nomerlar beraveramizmi aka? Nomerlar beriladi. Necha nomerlaringiz? 94 94lik. 644 644 93 74 93 93 74 Bekzod akamga murojaat qilib kelishib, drabilka zarur bo'lsa murojaat qilishlaring mumkin, kelishtirib bog'lasa chiroyli narxlarda qilib beriladi. narxida qilib beryapmiz. Yengil. Zot narxida shu. Sog' bo'lasizlar, qo'llab-quvvatlab turasizlar do'stlar. Like, podpiska bo'lish esdan chiqmasin do'stlar. Sog' bo'lasizlar.